Xo'p do'stlar, bugun kuchli aminokislotalar haqida gaplashamiz. Bu aminokislotalar arginin, titrulin, beta-alanin aminokislotalari haqida bo'ladi. Xo'p, arginin bilan titrulin nima? Arginin bilan titrulin qon tomirlarini kengaytirib, qonni sirkulyatsiya, ya'ni aylanishini moshina qilib beradigan mahsulot hisoblanadi. Qoni quyuq hamda qon tomirlari toraygan insonlarga arginin, titrulin tavsiya qilinadi. Buni nafaqat sport bilan shug'ullanmaydigan insonlarga ham tavsiya etiladi. Argininni kimdir tabletkasini icha oladi, kimdir kapsulaligini icha oladi. Bular nalichida bor, xavotir olmanglar. Xo'p, beta-alaninga keladigan bo'lsa, beta-alanin bu tabiiy energiyani oshirishga xizmat qiladi. Zalda charchoq nimaligini bilmaysizlar. Moshli mahsulot hisoblanadi. Buni bizada tabletka ko'rinishi ham, poрошковый varianti ham bor. Xo'p, xohlaganlar uchun bizada arginin, titrulin, beta-alanin va kofein qo'shilgan, ya'ni to'rttasi birda ikki xil variantda ham olib qo'yganmiz. Kofeinli so'raganlarga buni, kofeinsiz so'raganlarga buni tavsiya qilamiz.